Okalar, $100 atrofida nima telefon olishni bilmay qidirib yuribsizlarmi? Mana sizlarga Hotwave brendiga tegishli iPhone 17 Pro Max modelini ko'rsatamiz. E'tibor bersanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli silver rangi. Uch xil rangda bo'ladi. Silver, orange, blue rangi. Telefonimiz ikkita sim kartada ishlaydi. Xotirasi 128 GB bo'ladi. Batareykasi 5160 bo'ladi. Blue rangi. Protsessor optikal protsessor, operativniy pamyati e'tibor berib qaraysizlar 3+9 12 GB bo'ladi. Telefonimizdan ishlashini ko'rsatib beramiz. Mana e'tibor beringlar, hurmatli mijozlar. Hech qanaqa qochishlar bo'lmayapti, ishlayapti. Mana dasturga kirib, operativkalarni ham ko'rsatib beramiz, xotirasini, nechiligini. Mana xotirasi 128 GB bo'ladi. 3+9 operativniy pamyati bo'ladi. Batareykasi 5160 bo'ladi. Modelimiz A17 Pro Max bo'ladi. Bemalol zakaz qilib bo'ladi. Narxlarni kelishtirib chiroyli narxlarda qilib beramiz. Okalar, mana kamerasini ham ko'rsatib beramiz. Kamerasi. Mana telefonimizning kamerasi juda ham tiniq. Ko'rib turganingizdek hech qanaqa qochishlar bo'lmayapti. Tinoqdi. Bu telefonimizning narxi $110. Bitta bu telefondan olasiz, bitta kolonka qo'shib beramiz, bitta knopkali telefon, kompleksda prozrachniy chexoli bo'ladi. Oynasi bo'ladi. Stiklanniy zashti. USB-C galovkasi bo'ladi. $100 atrofida nima telefon olishni bilmay yurgan okalarga shu videoni jo'natib qo'yasizlar. Narxlarni kelishtirib chiroyli narxlarda Abu Sahi R66 do'konidan kelib xarid qilsanglar bo'ladi.